Xo'jalikni ishlatish uchun generator so'ragan akalarimizga agroservis do'konlarimizda yangi partiyada generatorlarimiz yetib kelgani munosabati bilan hozirda bularni sizlarga qo'ldan kelgancha qisqacha ma'lumotlari, narx-navolari va sifatlari haqida tanishtirib o'tamiz. Kimda-kim mana shu turdagi generatorlardan tok ishlab chiqaradigan generatorlardan xarid qilib olmoqchi bo'ladigan bo'lsa, bizning do'konlarimizda hozirgi kunda juda ham katta aksiya ketmoqda. Sezon yaqinlashgani munosabati bilan ba'zi bir joylarda tok past bo'ladi hamda svetlar ko'p o'chishi ko'plab kutiladi. Shuning uchun hozirgi paytda 4,5 kilovatli, 5 kilovatli va 12 kilovatli generatorlarimizni yangi partiyalari yetib keldi akalar. Xo'p, bu generatorlarimiz hammasi Xitoy davlatida ishlab chiqarilgan bo'ladi. Admotkalar 100% medni bo'ladi akalar. Undan tashqari hozirgi paytda indikatorli va bez indikatorli 12 voltli, 12 kilovatli yangi partiyadagi katta variantlardan ham yetib kelgan. Xo'p, bu generatorlarimizni ishlash prinsipi qanday bo'ladi? E'tibor beringlar, akkumulyatorlar bilan jihozlangan va statorlargacha qo'yib o'tilgan. Bu degani xohlasangiz zavodni orqali yurgizib ishlatishingiz mumkin. Yarimta tortqiga xohlasangiz kalitda yurgizib ishlatishingiz mumkin. Kalitda yurgizish uchun e'tibor berishingiz mumkin. Yarimta kalitda yuradi. Yurgandan keyin e'tibor bergan bo'lsalaring akalar, bu joyda ikkitadan kontaktlari bor. Siz xohlagan instrumentingizni shu birdaniga ikkita instrumentingizni ham ishlatish imkoniyatingiz bor. Faqatgina kilovatiga e'tibor berasizlar. Bularda mощности o'zini mana maksimalniy mощности 4,5 kilovatgacha ishlab bera oladi. O'zi 5 kilovatli zavodskoy firma tomonidan berilgan bo'ladi. Bu degani 4,5, 3,5 kilovatgacha bemalol tok ishlab chiqarib bera oladi. Bularda yoqilib o'tirib benzinli bo'ladi. Soatiga 0,5 litrdan 700 grammgacha benzin rasxod qiladi. Motorlari ekonomishni qilib ishlangan hamda aytib o'tganimda kalitga akkumulyatorlari ham yaxshi akkumulyatorlardan qo'yib o'tilgan bo'ladi. Xohlasangiz hozirgi paytda mana shu generatorlarimizda 5 kilovatli variantlarni 2 xil 3 xil variantlarda yetib kelgan. Bularda indikatorli bo'lsa, bularda bez indikator bo'ladi, lekin amperlarni ko'rsatib turadi akalar. Xo'p, bularda barchasi yoqilib o'tirib benzinli bo'ladi. Agar sizga 5 kilovatli generatorlar kichiklik qiladigan bo'lsa, katta stanoklar, undan tashqari постоянный сварочный apparatlar, undan tashqari suv nasos, karter apparatlarni ham ishlatayotgan bo'lsangiz, elektr tokida kattaroq variantdan olishlaringizni tavsiya beramiz. Kattaroq variantlari e'tibor beringlar, bular ham kalitda yuradi. Xohlasangiz kalitda, xohlasangiz zavodnoyda yuradi. Undan tashqari bunda ham 220 chiqarib beradigan joylari ikkitadan kontakt qo'yilgan, tablolarigacha qo'yilgan, постоянный tokni ko'rsatib turadi akalar. Bularda mощности 12 kilovat yozilgan bo'ladi. 10, 11 va 13 kilovatgacha bemalol ishlatishlaringiz mumkin. Bularda endi akkumulyatorlar, katta akkumulyatorlar statorniy variantidan moy datchiklargacha qo'yib o'tilgan bo'ladi. Soatiga 700 grammdan 1 litrgacha benzin rasxod qiladi. Ko'pchilik joylarda o'zi 1 soat, 1,5 soatgacha o'zi ishlab bera oladi. Bu degani hamma joylarda ham o'sha tok yaxshilanyapti. Sizga 1 soat, 2 soat kerak bo'lsa kun davomida agar tok yo'q joyga olib boradigan bo'lsan, bemalol ishlata olasiz bu generatorlar. Hozirgi paytda bu generatorlarimiz narx-navolariga kelib o'tadigan bo'lsak, bu ko'rib turgan 5 kilovatli generatorlaringizni bizning do'konlarimizda hozir 220 dollardan boshlab 330 dollargacha variantlari bor. Kesalaring narxlarini kelishtirib beramiz. 5 kilovatdan pastroq variantlari ham bor. Eng pasti 3 kilovat, 2,5 kilovatgacha tok ishlab chiqarib beradigan generatorlarimiz bor. Ularning narxi 120 dollardan boshlab 300 dollargacha chiqadi. Agarda 5 kilovatli va 3 kilovatli kichikroqlarimiz kattaroq variantini so'ragan akalarimiz uchun bu variantlarini 450 dollardan boshlab 700 dollargacha variantlari bor. Kesalaring bularni ham narxlarini kelishtirib, arzon narxlarda qilib beramiz. Kimga mana shu turda generatorlar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqsangiz mumkin. Ekrandagi nomerlarga. Bizning manzillarimiz Farg'ona shahar, Avval qishlog'i, agroservis do'koni. Sizlar uchun hozir eng full variantlarini olib ko'rsatyapmiz. Bundan oddiyroq variantlari bor, narxlari arzonroq chiqadi akalar. Kimga qiziq bo'lsa, videoga bitta like tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Kelganlaringizda aytib o'tilgan narxlardan yana ham tushirib skidkalarni qilib beramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin.